Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Demak, tomosha qilayotganingiz Mening Yurtim telekanal hamda New Talents xalqaro tashkiloti tomonidan o'tkazilayotgan Gold Talents televizion loyihasi davom etmoqda. Tomosha qilayotganingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, estrada xonandaligi yo'nalishidan so'ng bizda an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha tanlovda ishtirokchilarni birma-bir saralab o'tamiz. Bizda hakamlar hay'ati a'zolari bor, ularni tanishtirib o'taman. Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati instituti professor, O'zbekiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva hamda Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati instituti professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Komila Aminova. Navbatdagi hakamlar hay'ati a'zosi, Respublika musiqa va san'at texnikumi bosh o'qituvchisi Jalilov Abduqahhor. Yana bir bor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi studiyamizda. Demak, an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha bir-biridan iqtidori yuqori bo'lgan jajji bolakaylarni iqtidoriga baho berasiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha birinchi ishtirokchi duet jamoasi bo'ladi va Dilnavo duet jamoasini taklif etamiz. Hoji Abdulaziz Abdurasulov musiqasi Gulzorim. Slarmay nozani ishqi bu haldada itmush meni lalagur ruxsor harj ashkimni al itmush meni Samarqandlik qizaloqlarni ijodiga baho Hozir men qarab turib o'zimning yoshligim esimga tushib ketdi. Sizlarday qizaloq edim, men ham shu balandorga osilganman. Gapni qisqa qilaman, ko'z tegmasin bolajonlarim. Juda ham qiyin asar olgansizlar, lekin uddaladinglar. Bizni yo'limizni bersin hech bo'lmasam. Sog' bo'linglar, ovozni ehtiyot qilinglar. Ustozinglarga ming rahmat. Salomat bo'linglar. Qayerdan kelib ishtirok etyapsiz? Samarqand viloyati, Samarqand shahar 22-son bolalar musiqa va san'at maktabi, an'anaviy ijrochilik bo'limi, an'anaviy xonandalik sinf o'quvchilarimiz. Hakamlarning fikrlari ma'qul keldimi sizga? Ha. Xursand bo'ldilaringizmi? Niyatlaringiz? Shahlo Milliyeva bizni 22-sonli bolalar va musiqa maktabida bizni qo'llab-quvvatlab turgani uchun kattakon rahmat. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Loyihamiz davom etadi va navbatdagi ishtirokchini qarshi olamiz. Rahmatullayev Laziz Chusti g'azali xalq kuyi. Marhamat. Xat yozdim janon bo'laydi oshiq
ovozingizga ko'z tegmasin. Hayajon bo'lmadimi? Yaxshimi? Endi ustozlar nima deydi bu borada? Lazizbekni ijrosiga bahoyingiz. Aytganingizdek ovozlariga ko'z tegmasin. O'zlarini ovozlariga mos asar tanlangan. Ijrolarida nihoyatda yaxshi, sahnada turishlari ham juda yaxshi. Biz hammamiz bir ovozdan omad tilaymiz Lazizjonga. Rahmat kattakon. Lazizbek omad tilaymiz. Sog' salomat bo'ling. Marhamat. Hayajon bo'lmadimi? Yoki? Bo'ldi, kuchli bo'ldi. Aha. Va uni yengib o'tdingiz, to'g'rimi? Ha. O'zingizdan ko'nglingiz to'ldimi? Bo'ladi. Boshida ovozim sal bo'g'ilib qoldi. Shunga. Yaxshi bo'ldi lekin. Aha. Tilaklaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Hamma ishtirokchilarga omad. Endi ko'ramiz, nasib qilsa yutamiz. 10-12 yosh oralig'i bo'yicha Zayniddinov Saidamirxon Bandaman qo'shig'i bilan xush kelibsiz. Omad, marhamat. O yüzünge can bilata bandaman Mehri ravşanda bikin ta bandaman Mehri ravşanda bikin ta bandaman Urgalizin gülistanım közüm Zavuk birlagi bikin burhandaman Zavuk birlagi bikin burhandaman Boy bulsun das bir galimine Optime candan latip uyanama Canlı verdim bir yola yolundaman İşkin ile tavu kıyametindaman İşkin ile tavu kıyametindaman Charchamadingizmi? Yo'q. Ovoz yetdimi? Ha. Ustozlar, endi nima deysiz bu ishtirokchini ijodiga? Avvalo juda ham xursand bo'ldik. Bu ustozni qo'shiqlari juda klassik bo'lib ketgan qo'shiqlar. Endi ozgina zamonaylashtiribdi. Lekin ozgina balandroq olib qo'ydi-da bu bola. Lekin harakat qildi, eplashga harakat qildi, uddaladi deb o'ylaymiz. Mayli, omadini bersin. Rahmat. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Saidamirxon, omad tilaymiz. Rahmat, marhamat. Qanaqa bo'ldi? Sal hayajon bo'lsa, yengib chiqdim. Yengib o'tdingiz. Aha. Nimani umid qilyapsiz? Nimani kutyapsiz ijroyingizdan keyin, hakamlarning fikridan keyin? Birinchi o'rinni olishni xohlayman. Hamma ustozlarimga rahmat deyman. Meni shuncha qo'llab-quvvatlashib, ota-onam, bobolarim, onalarim hammaga rahmat. Hamma meni qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa, sizlarga katta rahmat aytaman. Va men hozir mamnuniyat bilan an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha 14 yosh toifasida Umarov Alisherni taklif qilmoqchiman. Alisher, marhamat, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyat zo'rmi hozir? Zo'r, a'lo darajada. Keling, mana shu o'rtada, studiyaning markazida o'tirib olishingiz mumkin. Qashqadaryodan keldingiz, to'g'rimi? Qaysi qo'shiqni hozir ijro qilib bermoqchisiz? Sovqinamayu saftikalon. Tayyormisiz? Ha. Hayajon yo'qmi? Yo'q. Marhamat, boshladik. Keltirsa yuz baloni ushal bevafo menga. Kelsin agar yuzimni sen balo menga.
Tayyora kimni istarim, ko'ngliga kim yoqar, tashvishi bejihatdir oxi sayomanga, tashvishi bejihatdir oxi sayomanga. Rahmat Alisherbek. Yaxshimi? Bu asarni kim tanlab berdi endi sizga? Bu asarni ustozim Javohir aka tanlab beruvdilar. Ham rahmatli bobom shuni aytib o'rgatuvdilar menga. Ana endi ustozlar marhamat qilib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Hozir bir narsani o'ylab o'tiribman-da. Mana hamma qatnashchilar ijro qilgan asarni haykal qo'yib ketgan egalari bor. To'g'rimi ustoz? Har bitta asari va har bitta cholg'uni o'zidan haykal qo'yib ketgan ish egasi deydi-ku. O'sha egalari bor, o'tib ketishgan hammalari, Xudo rahmat qilsin. Agar shular tirik bo'lib qolsa, ular qanaqa bo'lishardi hozir bu avlodni ko'rib. Bu gapni gapirayotganimdan maqsad shuki, mana biza yoshlik paytimizda bundoq paytimizda bunaqa konkurslar avvalambor bo'lmas edi. Bo'lsa-da boshqa yo'nalishlarda bo'lardi. Zamonaviy musiqa, nima deydi, Yevropa cholg'ularida ko'p bo'lardi. Milliy cholg'uvda bo'lmas edi bu yoshda. An'anaviyda yo'q edi. Bo'lganda ham bunaqa talantli yoshlar u paytda yetishib chiqmagan edi. Yosh kattaroq bo'lgandan keyin an'anaviyni chala olardi. Bu yigitimiz ham, yigitchamiz ham ko'rinib turibdi, haligi xonada bor. Bobomlar o'rgatgan etardilar deyapti-ku. Ovozi juda ham tiniq ekan. Ovoz juda chiroyli. Lekin hozir avjilariga chiqolmay qoldi. Bu mana minus tanlanganda buni ovoziga, tanlanlisiga mos-mos qilib tanlashibdi-da, sal pastroqdan tanlash kerak edi. Mayli, u endi kamchilikka kirmaydi. Shunda bo'lsa ham juda zo'r. Pardasini topib yetdi, usulida yetdi. Bu ham haligi ijrolardan, murakkab ijrolardan hisoblanadi. Bir yo'lakasiga o'sha konkursni tashkil qilgan tashkilotchilarga ustozlar nomidan hammamiz rahmat demoqchimiz. Juda ham bir savobli ishga qo'l urgansizlar. Chunki mana hali aytganingizdek, u yurtimizning eng chekka qishloqlari, shaharlaridan bunaqangi talantli bolalarni topib kelish o'zi emas. Masalan, biz bilmas edik shunaqa bolalarimiz borligini. Hozir bizning fikrlarimiz ancha o'zgardi. Ancha xursand bo'ldik. Har yili institutimizga yoshlar keladi. Demak, buni keti hali uzilmas ekan, borgan sari yaxshi bo'lib borayotgan ekan, kengayib borayotgan ekan. Shunga hissa qo'shayotgan shu tashkilotchilar va shularni tarbiyalagan ustozlari qayerda bo'lsa, o'sha yerda sog' bo'lsin, shunaqangi savobli ishlarni qilishda Alloh madadkor bo'lsin ularga deb qolamiz. Rahmat. Rahmat kattakon ustozlar. Sog' bo'ling. Demak, ustozlarning duosini olib har doim gurkirab, yashnab, ijodda o'z o'rningizni topib qoling. Omad tilaymiz. Rahmat kattakon. Va navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Muxtorjonov Ozodbek, ey nozanin muqimiy g'azali. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha. Yaxshi yetib keldingizmi? Qayerdan keldingiz endi? Namangan shahri 17-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi an'anaviy xonandalik bo'limini 2-sinf o'quvchisiman. Rahmat kattakon. Omad tilaymiz. Marhamat.
Yaxshimi? Ha? Og'ir bo'lmadimi ijro? Yo'q. Ijroga baho qanday bo'ladi endi? Baho yaxshi. Ijro shu tanlaganlari, ustozlari tanlab bergan asar o'zlariga tushgan va yoshlarga ham to'g'ri keladigan asar bo'ldi. Va asarni his qilib ijro qilishlari ham yaxshi. Kelajakda o'qishlariga omad tilaymiz. Rahmat kattakon. Omad, salomat bo'ling va natijalarni kutishingiz mumkin. 10-12 yosh oralig'i bo'yicha Shaymanov Jasurbek Yovoyi Tanovvar musiqasi bilan. Marhamat. Sizni qo'llab-quvvatlab turgani kimlar kelgan? Ustozim bilan opog'im kelgan. Sizni sahnaga kuzatib qolamiz. Ijodingizga omad tilaymiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Asl yoringga bo'lsa yor. Xo'p soza bo'lsa do'st qo'lida tilla O'shal yoring g'amdan begona bo'lsa do'st O'shal yoring g'amdan ozoda bo'lsa Jasurbek ijrosidagi Yovoyi Tanovvar edi. Yaxshimi? Hayajon bo'lmadimi? Sal-pal bo'ldi. Sal-pal bo'ldi. Hayajon bilan qo'shiq yana ham chiroyli chiqadi deb o'ylayman. Sizni professional bahoyingiz qanday bo'ladi? Bu bolani juda ham qiynab qo'yishibdi. Lekin bu bolani ovoziga bitta soz yurish kerak edi. Bu hozir juda ham qiynaldi. Pardalarni topib-topmay juda qiynaldi. Bu bolani juda qiynab qo'yishibdi. O'sha aranjirovka qilgan odam rubobdimi, g'ijjakdimi bu bola bilan birgalikda yuradigan qilib qo'yish kerak edi. Mana pavzasida chalyapti-ku. Bor ekan-ku asbob. Bu faqat garmoniya bilan aytayapti-da. Topolmayapti, pardalarini topolmay qolyapti. Lekin ovozi yaxshi ekan. Demak, chiroyli qo'shiq chiqishi uchun buni ovoziga ham moslash kerak edi. Ustozlar e'tiborli bo'lishlari lozim. Albatta. Lekin yana bir marta ovozi bor, omad tilaymiz bolaga. Ovozi bor. Opa, bir qo'shimcha qilmoqchiman. O'zbek milliy musiqa san'atidagi ustozlar ijro qilgan shu asar olsak, Yovoyi Tanovvar. O'zi Yovoyi o'zi bildi. Yovoyiligini his qilib ijro qilish kerak bu kishi. Va ustozlar ham shunday o'rgatish kerak. Ustozlarni, bizni milliyni yovoyiligini ko'rsatish kerak. Va ustoz Orxon Xatamni ko'proq ishlatishlari kerak. Tushunarli. Tavsiyalarga e'tibor berasiz degan umiddamiz. Omad. Salomat bo'ling. Omad. Demak, mana shunday yaxshi kayfiyatda navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Adhamov Azizbek, Kamoliddin Rahimov ijodidan Kelmaganingda. Marhamat. Ko'zi xumor kelmaganingda, va'da berib
Rahmat. Azizbek, zo'rmi hammasi? Zo'r. Ko'nglingiz to'ldimi? To'ldi. Ustozlarning ko'ngli to'ldimi? Endi bular nima deydi? Ha, biz ustoz ashulalarini aytdilar. Bu ustoz Kamoliddin Rahimov ijrolarini ham eshitdingizmi, Azizbek? Ha, eshitdim. O'shalardan o'rgandingizmi? Ha. Hozir bundan oldin hozir gaplashib turuvdik ustozlar bilan. Ustoz Sherali Jo'rayev ashulalarini aytishyapti. Yoki mana Kamoliddin Rahimov ustozi yoki xalq qo'shiqlaridan bastakorlarni maqomga mayli ijro qilishadi sekin-sekin. O'shalarni hidi kelib turish kerak-da. Hech bo'lmaganda. Va men haligi opalarni hozir gaplashdik aranjirovka masalasida. Albatta opam yana opam bilan gaplarni qaytaraman. O'sha soz yurish kerak. G'ijjakmi, rubobmi, uni ovozga moslab. Va bularni o'zlarini ijro qilayotgan nafaqat bu kishi Azizbek, boshqa ijrochilarni ham o'zlarini ovoz imkoniyatiga qarab turib aranjrovka qilinsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Yana ham chiroyli ijro bo'ladi. Azizbek, omad tilaymiz. O'qishlaringizga rivoj. Rahmat. Bundan-da xalq ashulalarini, maqom ashulalarini o'rganishingizda sizga omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling Azizbek. Bizni Mening yurtim telekanalida tomosha qilib turgan qadrli yurtdoshlar, loyihamiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.